Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Anglayotganinglar Zo'rdin Sabirning Kechko'z nomli povestining davomi. Zihrullam bilan Isroil bu gaplarni angladi. Zihrullam o kuni bir narsani bildi. Yuraklik odamlar boshqalarni qutuldira oladi ekan. Zihrullam shundan boshlab daryo, yarbeshi, yavutunguzlar bilan elishib, botirlik ko'rsatishdan odamlar bilan elishib, botirlik ko'rsatishga o'tdi. U birinchi botirlikni mahallaning beyi Nodar Shangyuning tishiga tegishdan boshladi. O'rma vaqti edi. Zihrullam 5 o'rg'oqchining beg'ini bog'lab, cheyni to'shib, etini yo'tkab, arqonlangan otni pat-pat yo'tkab o'tlatish. Yağaq tizlamtisini şaldırıltıp, aldırap yugurub yürüp, qaramalxay kiygen, belini kök potu bilan bağlap, yalınayaq ormu oruvatkan Nurulla isimlik şoq yigitning gipini anlap qaldı. "Pah, xotun xaqmo şundaq chirayliq bo'ladi ekan ha? Nodar Shangyuning uyiga shahardan chiqqan heliqi ayolni deyman ha? Biliq. Pah, badinining uning badiniga tegsa ha? Ha. Asmandaki g'azning sho'rpisiga tamshimig'ina Nurul. Sandaklarga qaramdi u satanglar hey. Tirniqiga olamdi. Bu gaplar bilan Zihrullam ko'rmagan ayolga o'ch bo'lib qoldi. Zihrullamning nazarida Nurullam ham chiroyli, ham aqlli yigit. Har qanday ayol uni yaratishi kerak. Lekin heliqi shaharlik ayol uni elvatgan tirniqiga olmasmish. Zihrullamning mingsiga bir eski fikir ayolni bir yerga qartish istiga kirib oldi. Oqshimi tonur beshida tonurga putlarini sangiltib o'ltirib bu fikrini Isroilga aytdi. Ular uzoq pichirlashdi. Atsi ular yar beshiga berib seriq chumula. U yerliklar o'rus chumulisi deyishidi. Usiga ishchi kavaq qo'mishning bir uchini to'g'irlab, uning atrofini tapallari bilan gupildab tepishdi. Qo'mishning ichi chumuli bilan to'lganda, qo'mishning ikki uchini to'shikka paxta tiqib qo'yishdi. Ular yerim kechida boy qo'rosining o'gisida paydo bo'lishdi. Qadimgi taranchi baylarning uylarida ko'ch tarafga qaragan panjara derazalar bo'lmaydi. Saroylarda Baqqa qargan chaqmaq panjara bilan o'g'zida to'p panjarasilar bo'lsa bo'ladi. Ular to'p panjaraga chiqib, g'ura ay yo'riqida uyda yumshoq ko'rpalar ustida huzurlanib uxlayotgan shaharlik juvonning qamlashgan badanini birdan tomosha qilishdi-da, qumishning bir uchidagi paxtini elitib, juvonning qizil tambilining pushqoqlariga to'g'rilab, qumishning yana bir uchidan po'ligili turdi. Juvanning pushqoqlaridan kirgan chumulilar darhalla Juvanning aromini yo'qotdi. Juvan qimirladi, to'lg'andi, uyg'ondi va g'azab bilan tambilni silib, yotqandan tepib chiqaritib, uyqusini davomlashtirdi. Zihrullar bilan Isroil qumish bilan yemirib tortib, ishtanni chiqarib oldi-da, uni choydan burun o'mi o'rayotgan yigitlarga berdi va bo'lgan ishni kulib, huzurlanib so'zlab berdi. Boytaq o'rmichilar huzurlanishdi. "Hey, chumul bo'lib qolsam-chu, qumish bo'lib qolsam mayli-de. Zihrul, ishtanni akalgina bir kiyay. Ha, qiq. Ki, yirtvat, bay qizining holiga voy." Kambag'allarning baylarga bo'lgan g'azbi xilma-xil yo'llar bilan ifodalandi. Bu qitim ularning g'azbi qizil ishtanni bir go'mush 40 yillik boytaq yigitga kiydirish bilan ifodalandi. Lekin birdamlik halovat untulg'isiz azob bilan almashdi. 40 yillik boytaq qizil ishtanning tikishlarini sökvatgacha kiyganligi uchun 40 dara edi. Zihrullam masjid o'gisida dum yetib bu jazoning ijrosini ko'rdi. Bomba soqol, palko'z, do'rday kalpuk, mötvalli darri bilan boytaqning dumbisini yalang'ashlab qo'yib, g'ulajib turib, serib urg'ili turdi. Mazin sanamoqda, mötvalli urmoqda, boytaq buvay tovuq qilmoqda. 1 tova, 2 ya Allah, 3 illa billah, 4 igich anang, voy anangni. Boytaq tovu deyishni unutib tillamoqda, qaqshimoqda.
taqavul azmatlar uning put-qo'l beshidan ching besib urg'izmoqda. Nödər Şangyu qapıqdan qarmuz yig'ib turadigan qara soqol egiz odam zaharlik kulimsirab huzurlanmoqda. Darra o'nga borganda jamoat ichida tilvolayli deguchilarmi paydo bo'ldi. Tilvolayli, so'rvolayli. Lekin mütəvəlli teximi küçməkdə idi. Zihrullam əmdi özünü tutub olmadı. O, məscid turxununun kesəklərini qumurulub, cəzalıqçılarga çalmı kesək yağdırdı. Baş gözüge çalmı tigib işiğanlar içində mütəvəlli, məzin, nödər şanyularını bolğanlığı üçün bu yurt buzğunu tutub qatlıq cəzalaş hökümü çıxırıldı. Lekin javobgar Zihrullam jamoat o'zini bir o'ngshig'icha daryodan uzib o'tib, Nödər Şanyuning yabal mingizlik oli o'kizini minib, jangal bilan shaharga qarab qochgan edi. Shundoq qilib, Zihrullam 15 yoshida yolg'iz onasidan, yurtidan ayrilib, yetimchi bo'lib, G'ulja, Pilichi, Lantayzilarda xon tigida qishlab, Tamchi buloq, Dodishang ko'ralarda o'michilik qilib turmushning ochiq chuchukini baldurla tetishga boshladi. U bola vaqtlarda kam so'z, lekin bosh egmas, qissasxo'r edi. Polkovnik Zihrullamni uyiga boshlab kirdi. Tashkil rahbarlikning har qanday qaror belgilamasini untinsiz xushallik bilan qabul qilishga odatlangan. Shuning uchun polkovnik degan quruq nomli qolgan Ahmad Ibrohimov Zihrullamning yuragidan chiqqan noroziliklari oldida ojiz o'ringa tushib qoldi. Chunki Zihrullam uning yuragining cho'nqur qatlamiga yoshirilgan noroziliklarini qezib chiqarmoqda. U Manas daryosi bo'yida zimlanki ko'lab, qurolini ching tutib, Urumchiga tikilib, bekardan bekarla 3-4 yil yotgandimu, nimishqa Urumchiga hujum qilmaymiz deb norozi bo'lgan. Lekin birsiga tinmagan. Keyin yer islohot xizmat uyidan 5-korpus siyosiy boshqarmasiga qaytganda, u yerdan bo'z yer echish uchun bu yerga yo'tkilib kelgandimu, ko'nglining cho'nqur bir yerida qarorga norozilik bo'lgan. Lekin chiroyida xushallik va rozilikdan boshqa hech narsani ifodalamagan. Uning qo'lida ishlagan hech ishda qobiliyati yo'q birlari uning ko'zichila eng oddiy, eng nachar usul yolg'on aytib, boshqalarni ko'ydirish yo'li bilan yuqori o'rinlarga ko'tarilib, u ko'zga ilmos bo'lib olganda Ahmad Ibrohimov ichi-ichidan azoblandi. Lekin chiroyidan qilcha norozilik ifodasini bildirmadi. O'z kuchi uchun tabiiy kulkisi bilan xushallandi va uni tabrikladi. Bundaq haqiqatsizlik hamon oshkorlandi. Hamon oltin bilan chalma o'z o'rnini topadi. Deb qarab, sabri toqat bilan haqiqatning g'albisini kutib, yillarni o'tkazdi. Haqiqat bilan nohaqchilik uning ko'z oldida nurg'un elishdi. Haqiqat yengan chaqlarmi, nohaqchilik yengan chaqlarmi, u chin qalbidan xushal bo'lgan chaqlarmi, xafa bo'lgan chaqlarmi bo'ldi. Lekin xushallik o'zgartalmagan, vazminlikni xafalikmi o'xshashla o'zgartalmadi. Uning chiroyidagi tamkinlik, qanoat, xursandlik turmush optibida qandoq o'ngmagan bo'lsa, qahrdan sovuqlardimi shundaqla rang o'zgartmadi. Yillarning sinoqlari uni hammaga ko'ndirdi, hammaga chidamli qilib tavladi. U burun bilmagan nurg'un narsalarni mushu tinish, puruq, hidi yo'q pokiza havoda bildi. Qon to'kish, jon uzish birli narsani, ya'ni ko'rinib turgan nomi aniq dushman bilan elishishni bildirgan bo'lsa, buni tinch hayot uningga kulib turadigan nomi chiroylik, shakli belgisiz nurg'un narsalar bilanmi elishish so'rorligini bildirdi. Shuning uchun hozir yeshi 50 dan oshgan, chochlari oqargan, xiyolchan, yuzini qo'riqlar qaplagan Ahmad Ibrohimov buni o'z davrining qahramoni, tinish davrining talvisi bo'lib qolgan Zihrullamga bu yerdan ketish oldida hayot qomusining uningga belgisiz bo'lgan sirliq batlardan bir necha
saqchisini varaqlab ko'rsatib qo'yishni zarur hisobladi. "O'ltirgan Nadirov", dedi u belikidagi kamirini, beshidagi shapkasini o'z joyiga qo'yib, chechini chiroyli tarab ustalga jayniki bilan tayangan holda kulimsirab o'ltirgandan keyin. "Ishchidigan bo'lgandikin billa ichayli. Balki oxirgi qitim ishkinimiz mushu bo'lib qolar. Balki biz mushuning bilan mangulikka xo'shlashgan bo'larmiz. Bilib qo'y, odamlar hamon bir-birisi bilan xo'shlashidi. Yaqin do'stlar, aka-ukalar, ota-bolalar hamon bir-biri bilan xo'shlashidi. Kim o'z ota-onamni o'z qo'lim bilan uzdiman deb ayta olaydikin? Men yezidan chiqib ketgili necha yil bo'ldi. Nechilagan ko'ngli yaqin tuqqanlar, dadam, kichik dadam, tog'am, hadam, tog'amning men quramliq o'g'li dunyodan o'tdi. Men ularni qanchalik yaxshi ko'ratdim, bilamsan. Bilmaysan, u bir mangli belgilik. Ular meni kelib didorlashar deb qanchalik ishonch bilan kutdi. Lekin biz so'g'uqla quchoqlashmayla, qo'l qisishmay, ko'z yish qilishmayla, xuddi qo'ylardek hissiyotsizlik xo'shlashdik. Ular mening ko'z yishimni ko'rgan bo'lsa-mu maylidi. Mana endi men bu yer bilan xo'shlashiman. Balki men mushu ketganimcha qayta yurtimga kelmasman. Mening qabrim ashu noma'lum taklimakan ichidagi to'g'raqliklar orasida bo'lar. Mani ko'rib turibsan, men bilan xo'shlashqili urug' tuqqan yaqinlarimdan birarimi kelmadi. Mening yaqinlarim chet elda, balki yaqin yurtlarda emas, 100 kilometrdek nerida. Bu sug'dagi tuqqanlarim bilan ko'risholmasligimga nima to'salg'i bor? Bu orliqda yo'ldosh Nadirov, tog' daryo yoki orozliq yo'q. Birla to'salg'i bor. U bo'lsa-mu buzg'uli bo'lmaydigan intizom tuzum. Ularni o'zing bilasan. Ularning sinfiy tarkibi Ibrohimov 2 stakanga aroq quydi. Ular birda aroqqa, birda bir-biriga qarashib jim bo'lib qolishdi. Ibrohimov o'zining hayotida intizom degan bir so'zning qanchalik salmoqqa ega bo'lganligini dangsab ko'rayotgan bo'lsa, Nadirov bu bir jumla so'z bilan o'z boshlig'ining qanchalik zo'r ziyonlarga yo'l qo'yganligini o'ylamoqda edi. Yillar o'tdi. Lekin yillar unutilg'isiz xotirlarni qoldirib ketdi. Bundan 18 yil burun kechkuz g'ol-g'ollardan eqib chiqqan bujg'unliq tog' suyi hayvatlik shaqiraydi. Ular 3 yigit shu suv bilan birda eqib, birda yugurib, qorong'ulik ichidagi ko'zlakka ketib bordi. U yerda Gomindangning avtomat, pulemyot bilan qurollangan askarlari bor. Ularning soni qancha, ko'zlakning atrofi va tuzilishi qandoq 3 yigitning vazifasi mana mushularni aniq bilib kelish. Shap chiqarmasdan, hech qanday qurol ishlatmasdan vazifani o'rindab qaytinglar. Ikkinglar Ibrohimovga bo'ysuninglar. Bu bir intizom. Intizomga xiloflik qilg'uchi etiladi degan edi. Ularga qurol ishlatishni o'rgatgan Uyg'urcha bilan qozoqchani aralashtirib so'zlaydigan notunish surlik odam. Ularga vazifa topshirib etib. Tog' suyi ham ularni qiynamoqda. Ular titirmekte, buruqdum bo'lmoqda, halsirmoqda, hem ularni qo'g'dimoqda. Ularning ne oyoq, ne nafas tivishi anglanmaydi. Kuzlak o'g'irlarning hujumidan xotirjam o'xshaydi. Charlig'uchi chiroqlarmi, pulemyot ovozimi o'chdi. Ular suvdan chiqib, yilondek yer beg'irlab, chig'liq bilan mangdi-da, kuzlakning so'qma temiga yiqinlashdi. Nadirov, tamg'i chiq! Nadirov to'landi. Bilan Ahmadning mo'risiga dassab, 22 yog'ochliq so'qma tamga chabdaslik bilan chiqdi va engishib to'landining qo'lidan tortdi. Ular yalangoyoq holda tivish chiqarmasdan o'gizi bilan o'milab, to'nglikdan uy ichiga qaradi. Nadirov qurollarini bag'riga besib yotgan askarlarni sanab ulgurdi. Ular 47 nafar. Kuzatdikilar bilan 50 nafar bo'lsa kerak. Nadirov to'nglikdan sakrab tushib 47 dona qurolni yig'moqchi bo'ldi.
Tölendi uning qulqidan tartib turib, "İntizam", dedi. Nadirov Ahmadga ahvolni ma'lum qilib bo'lgandan keyin yana tamg'i yamashdi. Ahmad uning putidan tartib tushirib pichirlab, "Bilib qo'y, bu qiliqing uchun etilasan", dedi. Nadirov uni silkib etib, tam yaqlab o'milab ketdi. Birdamdan keyin u 2 avtomat, bir 5 atarni so'rab qaytib keldi va suvga tushgandan keyin, "Sapli balalarkan, bularning bo'g'moq mushukning chashqanni bo'qqundakla oson ekan. Hash-pash degicha uxlab qolgan 3 qarovulni g'irqli qilib, bo'ldi qil Nadirov, intizomni buzganliging uchun ata partizanlarga 3 tal qurol tepib berib, ati etilib ketsa mayli", dedi Nadirov. Atsi Rastilla Nadirovga intizomni buzganligi uchun Sovet Qizil Armiya ustaviga binoan boshqalarga ibrat bo'lsin uchun o'lim jazosi e'lon qilindi. Hukm ijro qilinadigan chaqda tapancha tutgan egiz bir odam tarlab ketgan yo'g'on jiran etini chaptirib keldi. "Voy hazilaklar", dedi u tapanchisini komandirga tanglab. "Sening bu intizomlaring bilan dushmanni yo'qotib bo'lmaydi. Mang, kuzlakka hujum qilmiz. Hukmingni dushmanga ishlat." Bu odam G'ani Botir edi. Zihrullamni 2-chi qatim G'ani Botir qutqizib oldi. Kechda kuzlakni elish uchun qattiq jang bo'ldi. To'landi, Sashka, Yaqub, Shamil, qurbonjonlar shu jangda o'ldi. Ahmad yaralandi. Navoda oqshimi qurollarni elib olgan bo'lsam-chu. Shu chaqda siz intizomda putimga yamishib turib olgan bo'lsangiz, shu 5 yigit o'lmagan bo'lar edi, ha, hurmatli polkovnik. Nima? Qachongacha u xamanni so'raysan? Tunugunki ishqi u. Balli, 1944-yil kuzda bo'lgan ishni tunugunki ish davatqiningni qara. Qaramliqingning foydasi bor deyman-da. Undaqda sarangliqingning-chu. Yo'ldosh polkovnik, meni mazoq qilmasingizkan. G'ani Botir qaramliq bilan Botir bo'lgan-ku, ha? Sen G'ani Botirdan boshqa yana kimni bilatding? Iskandar Zulqarin, Suvorov, Kutuzov, Napoleon, Stalin, Katowiski, Zhukov, Judi, Pingdoxay, Xilong, Lubochin. Voy, dunyoda qo'mondan qahramon to'la. Ular qaramliq bilan emas, intizom, po'latdek intizom bilan g'alaba qozongan, qahramon bo'lgan. Qani amsa, Romkinimi intizom bilan ko'taraylik? Nadirov meg'ida kulib qo'yib, Romkini biraqli ko'tarib etdi. "Qaram talva", dedi Ibrohimov aroqdan bir yutum ichib, purchaqdan birini eg'iziga solib, "Aroqnimi qaramliq bilan ichsan? Har romkidan keyin mushundaq zakoski yeyishnimi bilmaysan? Voy giri talva. Mushu qaramliqing bo'lmasa o'satding, isit qaramliqing beshingga chiqmasili bo'ladi-ku." Ular yana jimib qolishdi.